muayyan davlat veb saytida ro'yxatdan o'tish uchun foydalanuvchi parol yaratishi kerak. Parol uzunligi aniq 8 ta belgidan iborat. Demak, parol uzunligi, e'tibor qiling, qandaydir bizda parol bor. Mana yozib qo'yaman, parol. Parol. Bu bizda nimaga? Bu 8 ta noma'lum, bizda 8 ta 1 2 3 4 ta mana. 8 ta noma'lum belgidan iborat. Ishlatilgan belgilar o'nlik raqamlar va mahalliy alifboning 15 xil harfi bo'lib, barcha harflar kichik va katta harflarda ishlatiladi. Misol uchun, shu yerda oladigan bo'lsaylik, men shu yerdan yozib qo'yaman. Demak, A, B, S, D, I, F, misol uchun qaysidir harflar bor. Endi xuddi shu harflarning kichik harflari A, B, S, D, I, F va hokazo. Demak, mana shunday 15 ta demak alfabetdan iborat. Demak, mana shu yerdagi parollar ro'yxati mana shunday, demak, o'nlik raqam ham bor. Mana bu yerga e'tibor qiling. O'nlik raqamlar deyapti. O'nlik raqamlarda nima bo'ladi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'ladi. Demak, 10 ta raqam. 10 ta raqam. Demak, mana bu yerda 15 ta katta harf, 15 ta kichik harf. Jami belgilar soni nechta bo'lyapti? Demak, 15 ga 15 qo'shsak 30, 10 ni qo'shadigan bo'lsak 40 bo'lyapti. Bu 40 ni biz 2 ning nechinchidir darajasidan kichik yoki teng deb olamiz. Mana bu yerdagi bitta paroldagi bitta belgini necha betligini bilib olishimiz uchun 40 ni 2 ning 5-si yetmay qoladi, 6-si deymiz. 6-si. Demak, bitta belgimiz 6 bitdan iborat. 6 bitdan. Ana shu yerdagi ishtirok etayotgan belgilar soni, demak 6 bit. Har bittasi 6 bitdan iborat ekan. Endi xo'p, mana bu yerda holat muhim deb bekorga aytmayapti. Mana bu yerda aytib o'tdim sizga. Demak, 15 xil harf bo'ladigan bo'lsa, 15 xil harf bo'ladigan bo'lsa, 15 ga 10 ni qo'shib 25 deb qo'yardingiz. Lekin kichik harfni shu yerda tashib ketmasligi uchun holat muhim deb e'tiborga olib qo'yapti. Demak, davom etamiz. Har bir parolni kompyuterda saqlash uchun baytlarning minimal mumkin bo'lgan va bir xil butun soni ajratiladi. Bunda belgilar bo'yicha kodlash qo'llaniladi va barcha belgilar bir xil va minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlanadi. 80 ta parolni saqlash uchun zarur bo'lgan xotira hajmini aniqlashimiz kerak ekan. Demak, e'tibor qiling, mana bu yerda bitta belgimiz 6 bit bo'lyaptimi? Keyingisi ham 6 bo'ladi, keyingisi ham 6 bo'ladi, keyingisi ham 6 bo'ladi va hokazo. 6, 6, 6, 6 bo'ladi. Demak, mana bu yerda umumiy nechta edi? Paroldagi belgilar soni 8 ta edi. Endi 8 kara 6 ni hisoblaymiz. 8 ko'paytirilgan 6 bizda 48 bo'ladi. 48. Demak, 48 bit bo'lyapti. 48 bit. 48 bit bo'lyapti. Endi demak, mana shuni butun baytda oling deganligi uchun biz buni baytda ifodalab olamiz. 48 da bo'lamiz 8 ga. Demak, bitni demak baytga o'tkazish uchun 8 ga bo'lamiz. Bizda 6 bayt bo'ladi. 6 bayt. 6 bayt bo'ldi. Endi xuddi shunday parollardan 80 ta parolni saqlash uchun zarur bo'lgan xotira hajmini aniqlang. Bizda hech qanday baytda yo bitda yo kilobaytda so'ralmagan, shuning uchun baytda hisoblab qo'yaveramiz. Demak, 80 ni ko'paytiramiz 6 ga teng. Demak, 8 ga 6 48, 480 bayt ekan. 80 bayt. Xo'p.